O'zinglarning topchilaringning yuzini tushumanglar, o'zinglarning yurtning yuzini tushumanglar. Yaxshimi bolalar, men Sardor Amallarning shu vaqti xayrli bo'lsin. Birinchi o'p Qashqar komandasiga muborak bo'lsin. Bayatdanqi Korlo bilan o'ynagan musobaqada 2-1 natija bilan qutini oldinglar, hammalarga muborak bo'lsin. Maydon musobaqa ma top tushundigan bolalar bildi. Haqiqatan bek saviyalik, hammamizga bir shunda yaxshi bir shujat yem bergan bir saviyalik musobaqa bo'ldi. Lekin bu yerda ko'rilgan eng chong masal jubojansida hamdi. Jambosida. Ostida tillishish, yuyangongji shu vashili satgaplarda ba'zanliqi jinshingonjilar bilan tillash, shular bilan to'lab ketmoqchi jubojandagi bolalar biladi. Shuningga bir ishga qislavlanmada bir fikr almashtirib baqsam deb qoldim. Endi bu Xinjiang futbolchilikningki tarixi bek uzun. Mayli bundan burungi musobaqalar bo'lsin, yaqinda o'tkazilayotgan. Endi buning orasida shu Qashqar komandasi ko'rinarli kuchli komandalarning biri kirdi. Shu Qashqar bilan Atush ikki rayon futbol yurti deb atildi. Masalan, Qashqar komandasiga qarab baqsaq, bularningki topchilari har qatim musobaqalarga olib boradigan komandalarningki topchilari haqiqatan bek kuchli keladi. Menmi bundan burun birga mashq turib baqqan, birga komanda o'ynab baqqan, qarama-qarshi o'ynab baqqan, mush Qashqar komandasi o'ynayotgan topchi do'stlarimmi, bekchi hozir o'ynayotganlar, burun o'ynayotganlar bor. Bir-biridan yaxshi topchilar, bir-biridan kichik bel shunda isil saviyasi bir pallaga yetgan vahshiy isil topchilar bor Qashqarda. Shunga masalan futbolningki eng yuqori pallasi Xinjiangda desa, Qashqar vakili bo'la oladi deb o'ylayman. Bundan keyin balkim bir ishni bayqab qolgan bo'lishinglar mumkin. Birisi shu Qashqar komandasi bilan har qanday bir komanda o'ynasa, shu qarshi kelgan komanda bu Qashqar komandasini haqiqiy bir raqibi ko'rib ching deydimdi, shunda o'ynaydi. Bu Qashqar komandasi kuchli bo'lganligi uchun bularga nachu chunbu shili chu jongming o'dini de junjong bo'ldi deb o'ylayman. Mening futbol bo'lgan ko'z qarashim bo'yicha. Yana bir men bayqab qolgan bir ish, Qashqar komandasi qanday bir rayonningki shu komandasida o'ynab qolsa, buningki Jambosning aslidagi pinglonchuda cho'qqum tilish ketish bo'ldi ekan. Cho'qqum tilish ketish bo'ldi ekan. Men bundan burun o'ylagan haqiqatan Qashqar komandasi bek yomon bo'lganligi uchun mushtat tilish ketish mumkin deb. Lekin bugun ma'vo musobaqadan keyin bir ish endi men his qilib qoldim. Shu mehribon onamning bir og'iz gap bo'ldigan, bala mush Qashqarliklar haqiqatan bek mehribon, jigri va safoliq keladi, kichik bel keladi deb. Hozirgacha tunishgan do'stlarim bo'lsin Qashqarlik. Mayli topchi do'stlarim bo'lsin, haqiqatan bir-biridan noch topchilar, ammo noch kichik belda, hargiz po'chilik undamanda gap yo'q. Biz cho'qim yaxshi o'ynaymiz, qarshi taraf noch kuchli mana isil haqiqatan Qashqarlikning isilligini chiqarib o'ynaydigan topchilar hammasi, topchilari, hamma Jolianzulari hammasi shunda bek isil. Ammo bugungi men Baying'ulim bilan o'ynagan musobaqaningki jubos butun ko'ribdim men. Shuni his qilib qoldim. Balkim o'zi Qashqarlik bo'lmasligi mumkin, yo yangi Qashqar ko'chib borganlar bo'lishi mumkin. Mencha hargiz haqiqiy Qashqarliklar unda ishlarni qilmaydi deb o'ylayman. Bu 80 minut kelgacha Korla komandasi 2-0 natija bilan keyinda qoldi-da. Mushu orliqcha musobaqa tugaguncha deyli. Butunlar tillash. Bajo komandasini tillash o'tdi. Qarab men hozir menga chiqib qo'ysam bo'ldi. Ya bu yerda Baying'ulimlikdan birasi ballar, birasi Qashqarlik unda, Qashqarliklar bunda deb bir eg'iz tillagan gap ya u bu gap yo'q. Bek set gaplar ham men shunday demayman. Bikan nurg'un gaplar bilan tillab ketdilar. To'xtamasdan qarasam, bechora Baying'ulimliklar oyat yozib Bajo Rengongshi qarshi deb. Endi bu futbol deganda uttirish bo'ladi. Chunki bu degan jingjitiyi, top urish, top yilish degan bo'lib turdi. Endi zodi top o'g'allarni ko'tirib, top yeganlarni tillash kerakmi? Zodi tillamasak bo'lmamdi ham ularni. Cho'nglashqa Qashqar komandasi qanday komanda bilan top o'ynasa, tilish qolganda, nemishqa deganda haqiqiy Qashqarliklar qarshi tarafga madad berib, yaxshi o'ynayli, o bu deganda chiroyli gaplarni qilgan haqiqiy Qashqarliklar mening do'stlarim bo'lsin. Ammo mush kimligiga tug'ilganning aniq adresi yozilmagan, bir necha Qashqarga yangi ko'chib qolgan, o'zi Qashqarlik emas, bir necha oshta gaplarni qilib, bika tillab ishtirib etkanda, bu Qashqarlik do'stlarimni dakkat deb aytdim. Adash, mushta nimalar shu sapasiz bir nechasi shu mushta qilib qo'ydi. Amaliyotda bizning topchilarimiz bo'lsin. Biz haqiqiy mastan, haqiqiy Qashqarliklar bo'laylik. Hammamiz bek o'zaro ittifoq o'tsak, mushta bir chiroyli top o'ynasak deb o'ylaymiz deb bechora do'stim. Shunday bir xil nankan bo'lib ketdi-da yada. Set gaplarni qilib bika xaqlarni tillayotgan, bilak komandalarni tillab, oyada ish terayotgan, jidal terayotgan hammasiga shu men bir eg'iz gap qilay. Mayli sen haqiqiy Qashqarlik bo'l yoki bo'lma, yangi ko'chib borgan bo'l yoki bo'lma. Sen bir isil Qashqar xalqi. Hamma odam boshqa yurtlarningki eg'izda isil, mard, bir-biridan kelishgan chiroyli odamlar yig'ilgan Qashqar. Bu degan madaniyat shahri degan ma gaplarni yuzini to'kma. Yana bir sesniki chunchi noch topchilaring bir-biridan isil kichik bel topchilaring, Jolianzularing bo'lgandan keyin isil tursang bo'lmamdi menda bir kichik bel menda noch topchilaring bo'lgandan keyin menda isil menda turadigan gap. Bugun Malavlar o'ynayotganmiz, alam yaxshi o'ynagan bo'lsa, yaxshi musobaqa qildi deb menda bir sapaliq, menda o'qib baqqan sinov saboqlashing yo'qdek turdi oyoqasidan qarasam. Menda tursang bo'lmamdi, xalqingning yuzini to'kmasang bo'lmamdi. Hammamizning eg'izda shunda isil ma Qashqarga bo'lgan keyin bikad yuzini to'kmasang bo'lmamdi. Yurtingning, xalqingningki, ma komandangninki bir chiroyli yangan nomer taqtisini to'pisiga tushmay, o'zingning yuzini ko'tirdigan, xalqingning oldida isil turdigan, menda isil odam bo'lgan. Men Qashqarliklarning yuzini to'kmay, Qashqarlik degan sendek bo'lmaydi, sen Qashqarlik emas. Jutvozlik qilmaylar bala, bu jutvozlik bor, bakli madaniyatsiz, sapasiz, eng tuvan qatlamdagi odamlarning qildigan ishi bu. Bu Xinjiang va mushunchalik bir yama dunyoning tashti dunyo va muhabbatlik bir-birimizni qo'llashib o'tsak, men futbolning saviyasini yuqori ko'tariladi va o'zimizning saviyasini shu. Menda qarab baqsam, men qozoq, qirg'iz do'stlarimiz bilan tillashmaydi gap, men jiq gap qilmay balla. Men yaxshiroq bir o'ylab beqinglar. Qaynab qoldim balla. Bo'lsa shu bir
saviyalik bir ko'sak to'pni bekor tillashmasanlar ballar. Tillab uni ussanglar, maklar sen bilan bir urushay deb, bitim yaninglar kapsizlar urushib ufqanlar musobaqa lo'nqini verib qo'ymaydi herkes. Hech qanday zaruriyati yo'q. To'g'ri bu jinjong tiyu azra xoyaver bo'lish kerak, lekin xoyaver degan hargizmi jinshongji qilib, boshqalarni tushirib o'zini yo'qotib ko'tirishdan derak bermaydi. Sa vallahi menlar rahmat mishak anglab berganlarga. Shu to'pni bundan keyin bir mushtab bir azroq bir madaniyatlik bir ko'rib baqsaq, o'zaro qo'llashib baqsaq, qanday bo'ldi ekan? Bunda yaxshi madaniyatni qabul qilib bir isil to'p ko'rib baqsaq, o'zinglarningki to'pchilarning yuzini tushumanglar, o'zinglarning yurtning yuzini tushumanglar. Isil ko'raylar vallahi to'pni. Hammamiz isil. Rahmat menlarga. Shinjong futbolchiligi texnik yaxshi o'tkazsin. Menlar xayr xo'sh.